Oğlum, hozir qara. Aka o'tgan safar ko'rgan telefonimdan bering. Aka narxlarimiz ozgina ko'tarilib qolgan. Bu pulga to'g'ri kelmaydi. Bolam, pulimiz yetmas ekan. Keyingi safar albatta olib beraman. Aka shoshmang. Shu telefonimni iCenter do'kon nomidan o'g'lingizga hadya. Yo'q aka, hojat yo'q. Yo'q aka, olib qo'ying. Siz bilan o'g'lingizni ko'rib, men 6 yildan beri topolmagan hissiyotimni topdim. Yo'q aka, uni aka bo'lmaydi. O'zi ancha tushib berdim narxidan. Aka bering, mana shu o'g'limga va'da berib qo'ydim. Xursand bo'lsin, bering aka shu narxga. Yo'q aka, bera olmayman. Dada, yana pulimiz yetmadi. Yana velosipedsiz qolaman. O'g'lim chekni hozir olib beraman. Aka, mayli. Aka shoshmang. Shu velosiped yoqdimi? Mendan sizlarga hadya. O'g'lim, velosiped minib yurganda meni ham duo qilib qo'y. Seni singari farzand ko'radi. Aka, sizni ko'rib otamni ko'rgandek bo'ldim. O'g'lim, shu telefon senga, ma. O'g'lim, sen ham katta bo'lib, oldingi muhtoj odam keladigan bo'lsa, faqat yaxshilik qilgin. Yaxshilik mukofoti, yaxshilik. Bo'pti aka, men kechroq kelaman. Sal ertaroq kelgan kech kirmasdan. Ey aka, 32 yosh bolaman, sen muncha teriga olasiz. Borib chiqing. Ketdi. Marat, qanaqa to'lda gaplashyapsan men akam bilan? Ol qo'lingni. Sen gaplashgan to'nda gaplashyapman. Nima akang gapirish diapazoni yoqmadimi senga? Otabek akam darasin duosini olgan bo'ladi, qara. 3-yosh magazin ham oshib ko'rsatmasin. Kim ol? Akam telefon qilyapti. Alo. Ha, aka. Aka oshnam dachasida qolganmi? Uyga borib qo'yganman xotin bola chaqamni. Ay. Dayna. So'rachi akandan. 7 yot begonadan gap og'irroq bo'tamiki? Yo'q. O'zini jigari nima? Hayotingda qanaqadir muammo bo'lib, boshingga qora bulut keladigan bo'lsa, birinchi bor soyabon bo'ladigan shu akam bo'ladi. Akajon, qo'pol gapirib yubordim, men bor uzr. Gaplashamiz. Akaman deb hamma narsaga aralashaman, tushundingmi? Akam bilan to'g'ri gaplash. Men senlarda otangman. Men oldinda qanday gaplashyapsan? Dada qarang, pul topgan kishi bo'lib o'zdan ketishini. Ey bola, joningizni qurib olaman. Sen meni jonimni qurib olasan. Yurchi, ko'raylikchi. Yur ketdik. Aka, qo'shinglarchi. Ey. Dada, yuring, chiqib qo'yaylik. Bolalar, Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Aka-ukalarimizdan shu mashinani sizga nodatiy qilib bergimiz keldi. Aka, dadam bergan pulga qanday bering? Uka, bog'chanda qarshi beryapti. Bu pulni to'playapmiz. Uka, bu pulga velosiped olib dadamga beramiz. Ishga bizni boqamiz deb piyoda borib kelyapti. Bu pulga velosiped olamiz. Velosiped olaylik, keyin sizga qanday beraman. Ketdik bog'chaga. Dadajon, uzr. Siz xavotirga qo'ydik. Siz bizga bunaqa tarbiya bermagansiz. Meni aloqam yo'q. umri uzoq bo'lgunlar menga mashina mindiraman deb sal qoldi-ya, tobut mindirishingga. Jon bolalarim, bir-biringga mehr-oqibatli bo'lishgan. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolam, jonim bolam.